Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldiniz. Men Nuriya Rahman. Bugun qo'limda damliq obzorchi, yozg'uchi Yalqin Ro'zining uyg'onayotgan ajdodlar ruhi nomli maqola obzorlar to'plami. Sizlarga o'qib bermoqchi bo'lganim pul to'zitgan xiyollar nomli bir parcha maqola. Xo'sh. Bugungi kunda jamiyatni harakatlantirayotgan motor va kishilarni olg'a besishga intiltirayotgan nishon puldan iborat bo'lmoqda. Pul topmagan ahmoq, pul topolmagan kishi yaramas. Mana bular davrimiz kishilarining qalbida uzil-kesil muqimlashib, e'tiqod darajasiga yetgan shuarlardir. Mundaqcha aytganda, pulga cho'qinish jamiyatimizdagi umumiy ijtimoiy psixikaga aylanib qoldi. Buningdan hech kim gumonlanmaydi. Pulning g'oyat zo'r sehriy kuchi millionlagan kishilarning necha 10 yillardan beri muqaddas bilib kelgan an'anaviy axloq qarashlarini va qimmat qarashlarini terib-eran qilib, ularning gangiragan qalbini vasvasilik xiyollarga g'arq qilyapti va qilmoqda. Davrimiz kishilarining necha yillardan buyon dabdaba bilan ulug'lab kelgan an'anaviy axloq qarashlari bilan qimmat qarashlarining bozor egiligi to'lqinining zarbasiga bardoshlik bera olmay gumron bo'lishi. Ammo davrga mos keladigan yangicha axloq qarashi va qimmat qarashining texi shakllanib bo'lolmasligi tufaylidan kelib chiqqan axloq va e'tiqod jihatdagi maslasiz kirsiz talay kishilarni tamtiratmoqda. Axloq, e'tiqod va qimmat qarashi jihatdagi bu xil bo'shliq ba'zilarni asabiylarcha kuldirsa, ba'zilarni yum-yum yosh to'kizmoqda. O'z mavjudligini qandoq saqlab qelish va qandoq yashash masalasidan iborat mushkul, azobli tanlash kishilarni har xil ko'ylarga solmoqda. Ağzıdan ana sütü purab turadigan narasida qizlar, cho'ntiki tom, qoqbosh qer dallallarning quchqida bahorni yo'qotmoqda. Sho'r peshona, bechora ota-onalar boshqurishga majoli yetmayotgan bangbosh bolalarning g'imida boyitmoqda. Arzu armonlari ko'pikka aylangan, reallik tuyg'usi kamchil, yashash iqtidori ojiz, qovul erkaklar ichimlik va chekimlik xumarda laydak ezilmoqda. Kirimi az, bolajonliq, baxtsiz oilalar qora qozonni qaynitishning amalini qilolmay tipirlamoqda. Oq xalatliq farishtalar deb ta'riflanadigan doktorlar noahlilashib, xudo urgan kasallarni to'pilab qaqti-soqti qilg'ashqa kishilarning ko'ziga qora niqobli qaroqchilardek ko'rinmoqda. Kishilar parixo'r amaldorlarga emas, par yemaydigan amaldorlarga hayronlik nazari bilan tikilmoqda. Bilim ilish ishlarining istiqboliga gumon bilan qarab, Tangitilla ko'chisida vosita tanlamay yugurib yurgan kishilarga havas nazar bilan boqmoqda. Kishilar orasidagi samimiy mehr-muhabbat rishtasi kun sari bo'shib, pulni o'lcham qilgan munosabat to'ri kun sari mustahkamlashmoqda. Topolig'ini chorxo'raz, topolmag'ini bir bosh piyoz elib keladigan to'y, ma'rakalar borgan sari tetiqsizlashib, kelmaganlarni qattiq yo'qlama qilib, kelganlardan qo'g'lab yurib pul yig'adigan chaqana, pes murosimlarga aylanib qolmoqda. Ruhiy dunyosi yemirilgan, qalbida mustahkam ma'naviy to'siqlari yo'q kishilar pulning nufuzi va hayvisi oldida turkumlab tizlanmoqda. Kuchlik e'tiqod to'riki va nufuzliq qimmat qarashi mavjud bo'lmagan bu davrda milyonlagan kishilar o'z orbitasidan ajrab ketgan sayyorlardek bo'lishiga yashamoqda.
ma'naviy jihatdagi baxt, shadxo'ramlik va oliy istaklarini butunlay moddiy narsalarga tegishib bo'lgan g'oya va nishondan xoli kishilar cheksiz xushallik bilan moddaning quliga aylanmoqda. Xuddi Fransiya mutafakkiri Rousseau olaqondagi pul erkinlikni saqlashning quroli. Lekin biz izlayotgan pul bo'lsa, o'zimizni qulga aylantiradigan quroldir deb aytgandek holat shakllanmoqda. Obyektiv muhit davrimiz kishilarni g'ururini saqlab qilishga chorasiz qilib qo'yyotamdi yoki bizning aslidinla aqida e'tiqodlarimiz kuchak, xoslik ingimiz yetarsiz, ma'naviy jasoratimiz toyillahmi? Qandaq bo'lishdan qat'iy nazar, sharq mutafakkiri Zhuangzi tarafidan odamning mol dunyoning qo'li bo'lishi qo'rqinchli azob, hatto hayotning vayron bo'lishi deb ko'rsatilgan reallik ko'z oldimizda inkor qilib bo'lmaydigan darajada yeyilib turmoqda. Bu xil tragediyalik ijtimoiy muhit o'quvchilardan tortib olimlargacha, bola boquvchilardan tortib doktorlargacha, velosiped saqlovchilardan tortib zavod boshliqlarigacha, sut sotuvchilardan tortib siyosat belgilovchilargacha, latifa aytuvchilardan tortib atoqli yozuvchilargacha hamma soha kishilarini o'z ta'siri ostiga olmoqda. Pul hammaga qodir emas. Pulni odamning qimmat o'lchami qilib olishga bo'lmaydi degan sadolar ancha-muncha yangrab tursa-mu, lekin uni tingshaydigan quloqlar kun sari ozlab ketyapti. Shunga ba'zi kishilar bugungi jungoni iqtisodshunoslar, korxonachilar, savdo sanoatchilar chavoq chelib ajab yaxshi bo'ldi deydigan. Falsafachi, muarifchilar qayg'urib ko'z yosh qiladigan davrda turyapti deyishmoqda. Albatta, tarix chaqini ravon aylantiradigan ikki peshongning biri bo'lgan ma'naviy madaniyat e'tiborsiz muomalaga dafsanda qilinishga uchirgan davrlarda tarix batlari to'liq qon va yosh tig'i bilan to'lib ketdi. Kishilarning ruhiyat olimini nurlantirib turadigan kuchli e'tiqod mash'ili xiralishib, nupuzluq axloq qarashi e'tiborsiz qolgan davrlarda ko'pchilik odamlar oshko'z, yovuz, rahimsiz, shaxsiyatchi, mas'uliyatsiz, fursatparast, noinsof, vijdonsiz va razil bo'lib ketdi. Kishilik munosabatlar tamoman g'ayri normal tus oladi. Sog'lom ruh pul hammaga qodir deydigan asabiylikning patqig'iga petib qoladi. Pulga cho'qindigan, pulni odamning qimmat o'lchami qiladigan bundaq ma'naviy kayfiyat barliq razilliklarni tug'adi. Injilda pulga muhabbat barliq razilliklarning manbasi deb ko'rsatilgan. Shuni aniq tonishimiz kerakki, pulni yashashda kam bo'lsa bo'lmaydigan qurol deb tonib, har bir odamning o'zini iqtisodiy jihatda ozodlikqa erishtirishi har qanday bir davr uchun aytganda intayin zarur. Chunki moddiy sharoiti yaxshilangan odamda ruhiy boylik orzusi tabiiy holda tug'iladi. Ammo bu yerdagi muhim masala moddiy sharoitni yaxshilash jarayonida o'zining insoniy qimmatini badal qilib etmaslik. Eng qimmatli narsalarni pulga tegishib etmaslik. Undaq ig'ir badal to'lab boylikqa erishgan kishi xazinadagi chor yilonga o'xshab qoladi. Jamiyat ma'lum ma'noda mushu davr kishilarining oilasi. Shunga uzuksiz yuz berayotgan ochiq ijtimoiy tragediyalar, halokat xarakterlik xavf bilan to'yingan vaqa hodislarning vijdoni sagak kishilarni cho'chitib uyg'otishi tabiiy ahvol.
Yüksek insani g'ururga va aqida e'tiqodga ega. Mas'uliyat tuyg'usi va o'rlishish eng kuchli bo'lgan ma'naviy madaniyat jangchilari cho'mining yetishicha cho'qan selib, bexutlashgan, tushkunlashgan, asabiylashgan, kengir qilgan zamondoshlarini uyg'otib, ijtimoiy ekologiya sistemasi mislsiz darajada ojizlashib ketgan bu jamiyatni o'zining aqlga muvofiq iziga selishga intildi. Mas'uliyat tuyg'usining va o'rlish ingining kamchil bo'lishi davrimiz kishilarining ruhiyatidagi bir ro'shan ojizlik. Jamiyatimizda talay kishilar baxtsizlikning patqig'ida ingravatsa, yordam qo'lini sunmaydigan, haq bilan nohaq ko'z oldidila ostin ustin qilinavatsa, sukut qilib turadigan, poraxo'rlar bilan tahsikashlarni bilib turib adabini bermaydigan, bir yaramliq ziyoli odatga bir kasırga davolanish pulini ochib qildirolmay yelinivatsa, echinmaydigan, o'qituvchilar o'qituvchi bo'lg'im yo'q faqat deb qaqshavatsa, dehqonlar dehqon bo'lmoq tez deb zorlavatsa, hech ish bo'lmagandek xotirjam yuraveradigan, adabiyot san'at tarmoqlari aroq tamok shirkatlarining direktorlariga ming ta'zim qilib yordam talab qilavatsa, g'alatilik his qilmaydigan, ammo to'y kun nazar chiroqlariga kelmagan yoki chaqirmagan kishilarni mangu kechirmaydigan, muloyim xotin, issiq uy, umoq bola, olam degan shu deb qaraydigan, chaqini ongdan qutulolmay oila xotirjamligini hammadan a'lo bilib, o'zini baxtiyor sanab yashab kelayotgan kishilar to'lib turgan muhitda mas'uliyat tuyg'usi, o'rlish eni kuchli ma'naviy madaniyat jangchilarining o'tirg'a chiqishi kishilarni cheksiz suyundirdi albatta. Biz shu narsani ro'shan farqlantirishimiz kerakki, jamiyatimizdagi pulga cho'qinish psixikasi bozor egiligi paydo qilgan salbiy unum bo'lsa-mu, lekin bozor egiligining iyilikni gullantirish va ijtimoiy taraqqiyotni yuksaltirishdagi mislsiz ijobiy rolini inkor qilishga bo'lmaydi albatta. Falsafiy nuqtadan aytganda, masalalarni hal qilishning mumkinchiligi bu masalalarning borliqqa kelish jarayoniga singan bo'ladi. Lekin bu hargizmi yuz berayotgan tragediyalik hodislarga sukut qilib turish kerak deganlik emas. Biz bozor egiligining asabiy do'lqini ichida yoki tengirqosh tuyg'usi ichida nimani yo'qitib, nimaga erishayotganlarimizni sagaklik bilan bilib turishimiz, g'aflat uyqusi ichida behuda badallarni to'lib atmaslikka tirishishimiz, ma'naviy madaniyatni moddiy madaniyatning chong to'zonlari ichiga ko'mib qo'yishga yo'l qo'ymasligimiz, o'zimizning aqida e'tiqodlarimizni pulga tegishib etishdan saqlanishga tirishishimiz lozim. Shuni to'nib yetishimiz kerakki, jamiyat iqtisodining taraqqiyoti, kishilarning moddiy turmush saviyasining o'sishi jamiyatda va kishilarda madaniylikka bo'lgan talabni tug'dirdi. Bu bir qonuniyat. Madaniyat insonga o'zining haqiqiy insoniy qimmatini his qildiradigan, uning aqlini kamolatga, ruhini o'rlikka erishtiradigan tangdishi yo'q angushtar. U insonni o'z-o'ziga to'ntidi va haqiqiy ma'nodagi erkinlikka erishtirdi. Manbar kecha hikoyalardagi o'limga buyurilgan ayol Shahrzodning o'zining parasti va bilimiga tayinib, zolim podshohning qalbida insoniy mehr muhabbatni uyg'otib, oxirgi hisobda hayotini saqlab qolganligimi dal madaniyatning qudrati jumlasiga kiradi. Biz qabila boshliqining g'aribisi
Yildiz namlıq televiziya teatrlarını görген vaqtimizda o'tmishda indianlarni qonliq qirg'in qilib, qartalliklarni qul qilgan yovuz aqtallik Amerikaliklarning bugungi kunda o'zlarining kechirgisiz tarixiy jinoyatlarini qilchi yoshirmay ifodalashga yo'l qo'ygan mardonligini madaniyatning ularga o'z-o'zini to'nitganligidan deb tushunishimiz kerak. Agar Amerikaliklar insonparvarlikni mazmun qilgan madaniyat mash'elining dastisini mustahkam tutish baxtiga muyassar bo'lolmagan bo'lsa, Çinxandallıqdan to'lam uchun olgan 100 million sar ko'mishni Jungo uchun sarf qilib, Tsinghua universitetini ta'sis qilib bermasdan, balki o'z davlatining xazinasiga sharaxshitib to'kkan bo'ladi. Shunlashqa insoniyat jamiyatini takomillashtirib atgan, inson ma'naviyatini mukammallashtirib atgan mo'jizador vosita dal madaniyat deb kesib aytamiz. Albatta, oliyjanob axloqiy ruh va insonparvarlik mazmunidan xoli bo'lgan, inson tabiatini chiqish qilmagan atalmish madaniyat insoniyatning beshiga balo bo'ladi. İnsanlarni yotlashtirib, dunyoni nayza qalqonlari zamonaviy qaroqchilarning bir-biriga tahdid selishadigan, kuchsinishadigan ojiz millatlarni bo'zaq qilib, talon-taroj qilishadigan gladiatorlar maydoniga aylantirib qo'ydi. Dunyoni po'ruq hidi qaplab, yadro tahdidi kuchayib, kishilik huquq dafsanda qilinib, ekologiyalik muhit buzilib, yer osti boyliqlari xonavayron qilinadi. Ko'z oldimizdagi jarohatlik dunyo atalmish madaniyat mikroblarining fojialik oqibati sifatida bizga namoyon bo'lib turmoqda. Moshununga qarab, Yunon afsona rivoyatlaridagi eng cho'ng xudo Zevesning madaniyatning undirmisi va simvoli bo'lgan o'tni insonlarga o'g'irlab bergan Prometini Kavkaz teg'iga band qilib, burkutga cho'qilitib jazolashining sababi bor o'xshaydi degan xiyollarga kelib qolamiz. Madaniyatga erishmay turib insondek yashash mumkin emas. Nadonlik hech kim ravo ko'rmaydigan eng ashaddiy ofat. Nadonlikdan iborat bu olvostining changilidan qutulolmay, necha asrdan beri tuz suyiga chelishib yashab kelgan xalqimiz bugungi kun kelganda shundoq bir g'arit qismatga mubtalo bo'ldiki, o'ylasangiz ajablanmay tura olmaysiz. Hissiyotimizni yoshirmay aytadigan bo'lsak, biz maqtinib kelayotgan Uyg'urlar mehmondo'st millat, naqshi usulga xushdor millat, xushchaqchaq millat degandek sifatlarimiz bizga toza yarashmayotgandek his qilamiz. Bu chiroyli sifat so'zlarni ilgirgidek to'liq talaffuz qila olmaydigan, balki sal qo'rnish hissiyoti bilan eg'izga oladigan bo'lib qoldi. Chunki mehmondo'st degan so'z tilga elinishi bilan tangla xuddi sodda degan uqum, kolva degan so'zning siliqlanib aytilgan shakli bo'lganidek, mehmondo'st degan iborning ahmaq degan ibora bilan urug' tuqqanligi esimizga tushdi-da, qalbimizni saskinish tuyg'usi egallaydi. Naqsh usulning gap chiqish bilan tang ko'z oldimizga iqtisod egalari o'zaro to'xtam tuzish bo'lib, hordiqini chiqaradigan vaqtda ularning sharifiga boy xo'jamlarning dedaklardek naynaqlashib, usul o'ynab berayotgan holatimiz kelib, nomus tuyg'usiga cho'mamiz. Xushchaqchaqning gapi chiqsa, oq olvosliga va aydizga o'xshash bir-biridan qabih ofatlarning quchqida turkumlab qardan chiqayotgan qiz yigitlarimizning ichinishliq holatlari esimizga kelib, demimiz ichimizga tushib ketadi. Ajab ish.
Bir millat madaniyatlik ham taraqqiy topgan bo'lsa, uning ortiqchiliklari emas, balki kamchiliklarimi o'ziga yarashadi ekan. Xuddi mashhur olim Nyutonning cho'ng kichik ikki mushuk uchun ikki tushuk tashkalligidan iborat ahmoqligi uning kishilar qalbidagi obraziga yumorliq tus baxsh etganiga ham bu ahmoqlik Nyutonning tangdoshsiz nomi bilan qo'shilib butkul insoniyat biladigan mashhur ahmoqlik bo'lib qolganiga o'xshash. Bizga o'xshash har jihatda boshqalardan keyin qolgan bir millatning kamchilik xatoliklarining, ahmoqlik nodonliklarining o'z obrazini texmo xunuklashtirib etadiganligini tan olmasligimizga nima amal? Bu millatimizning Uyg'ursimon qismatining bir tarkibiy qismi bo'lsa kerak. Nachora. Biz suyumlik ahmoq bo'lish baxtiga muyassar bo'la olmagandik. Mushu ma'nodan aytishga bo'ladiki, bizning milliy madaniyat jihatdagi ojizliklarimiz ruhiy jihatdagi zaifliklarimizdan g'olib kelmay turib, suyumlik ahmoq bo'lishga shartimiz to'shmaydi ekan. Biz sonsiz yemirilmas faktlardan madaniyatning naqadar ulug'ligini tushunib, uning roliga dargumanda qaramaydigan bo'ldik. Albatta, madaniyat haqidagi tonish masalasining hal bo'lganligi madaniyatga bo'lgan muhabbatning uyg'onganligidan derak berdi. Endi biz madaniyatning uqumi va uningga erishish yo'llari ustida izlanishimiz kerak. Biz madaniy degan atalg'uning uqumini oddiy tushunib oladigan bo'lsak, marhamat, kechiring, yaxshimisiz, rahmat degandek nazokatlik iboralarni yodlab olgan kishilarni madaniy odam deb qarab oladigan. Foydalanish xabari gazeta bilan xalqaro xabarlar programmasidagi xabarlarni anglab olib, so'zlab yurgan odamlarga qarab, esida tutib olgan parch-purat bilimlari ko'p kishilarga qarab, ziyolilarimizning kiyib olgan shlapsi bilan chigib olgan galstukiga qarab, madaniyat sifatimiz o'syotidi deb tushunsak, yanala nodonlik qilgan bo'lamiz. Bir millat yoki bir jamiyatga nisbatan madaniyatlik bo'lishni xuddi Morgan Qadimki jamiyat nomli kitobida ko'rsatib o'tgandek, insoniyat oldi bilan madaniyatning hamma omillariga erishgandala, ondan madaniyatlik holatiga yetalaydi deb tushunsak, haqiqiy ma'nosi bilan tushungan bo'lamiz. Bir odamga nisbatan aytganda, eng oddiysi Aristotel aytgan tamoq yeyish uchun yashayotamdi yoki yashash uchun tamoq yeyotamdi degan masalani o'lcham qilish kerak. Albatta, bu eng to'van o'lcham. Amaliyotda biz hayotimizni eng to'van o'lchamda o'tkazib. Misol uchun qaraydigan bo'lsak, Uyg'urlarning ziyolilari, amaldorlari, boylari eng ko'p markazlashgan Urumchida kishilar odatda qizi birarsining kaynidan ishkiriga qechib ketmagan bo'lsa, o'g'li zaharlik chekimlikka berilib ketmagan bo'lsa, bolalarimga Xudoyim insof berdi, axloqli, obdan cho'ng bo'ldi deyish maqtanishidi. Bolalarning mustaqil yashash iqtidori bormi yo'q? G'oy e'tiqodi bormi yo'q? O'z-o'zini qadrlash tuyg'usi kuchlikmi yo'q? Muayyan madaniyat saviyasiga egami yo'q? Yetarli kasbiy qobiliyati bormi yo'q? deganlarni o'ylashqimi petin olmay. Acaba axloqli qizning o'lchimi ishkiri o'lkalarga qechib ketmaslikmi? Obdan o'g'ilning o'lchimi zaharlik chekimlikka berilmaslikmi? Bu bolalarimizga qo'yilgan naqadar to'van talab. Mushundaq to'van talab ichida o'sib yetilgan avlodlardan millatning yukini mo'rsiga adalaydigan azamatlarning chiqishi mumkinmi?
Shuni bilishimiz kerakki, odamlarning odatdagi jonliqlarga o'xshash o'zini ishlab chiqaradigan, jon beqish bilanla qanoat hosil qiladigan holatda yashashiga hargiz bo'lmaydi. Odamlarning hayotni takrorlaydigan emas, hayotni yaratadigan hayot bo'lishi. Izig'i sakraydigan emas, yuqoriga o'rlaydigan hayot bo'lishi. Hargizmi obyektiv bilan cheklanib to'xtab qoladigan hayot bo'lmasligi. Qisqasi, faqat o'zini qayta takrorlaydigan, naslini davomlashtiradiganlar hayot bo'lib qolmasligi lozim. Chunki bu xil iqtidor hayvonga xos bo'lib, insonlarmi mushu iqtidori bilanla cheklanib qoladigan bo'lsa, hayvonlar bilan bir tuz siziq ustida asralashib qolmamdi. 1995-yil 10-oyda yazildi. Yana bir esil asar har birimizning o'yinlashiga arziydigan. Kitob o'qish munbirimizning hurmatli mushtarlari, munbirimizga yangi kelgan aziz qarindoshlar, bugungi kitob o'qishimiz mushakchi bo'lsin, kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, amon bo'laylik. Xayr xo'sh. Assalomu alaykum. Kitob o'qish munbiri avlodlar turbetimizning hurmatli mushtarlari. Bugun men Gollandiyaning Utrecht degan shahrida. Bu yerda bir 2 kun turaman. Biroz aylanib chiroyli manzillarni tatib, hozirlarga sunaman. Keynimdagi bu chiroyli, nihoyat ko'rkam bino mushu Utrecht universitetining bir binosi ekan. Bu binoda odatda dars o'tilmaydi ekan, ammo har kunidagidek shu maktab bitirish murosimlari o'tkazildi ekan. Boya bir ichga kirib ko'rib boqay desam, bugun faqat bo'lmaydi, chunki bugunmi bir murosim bor. Maktabimdagi bular mana hozir shu murosimdan chiqqanlar ekan. Jiring aynirada endi oyoqlarga bir berib aylandik. Deb chiroyli ekan, ta'limimizga havo ajoyib bir yaxshi kun bo'ldi bugun. Mau maydonda har xil ko'rgazmalarning rasmlari bor ekan. Bu qiz Afg'onistonlik Kubra Kadimi degan artist qizga ana Afg'onistonda ayollarningki butun huquqlari mahrum qilinib, hatto eng oddiy maktab kirib o'qish huquqlaridan mahrum bo'lgan ahvol ostida bu Kubra Kadimi nomli bu artistningki bu ijodiyati odamni bakmi o'ylantirdi ekan. Uzundan uzun qarab turib ketdim. Bu heykel Ikkinchi Dünya urushi tamomlangandan keyin butun dunyoda yo'riqlik, xotirjamlik, aminlik tilash maqsadida turg'izilgan bir heykel.